100 ming atrofida, shahar ichida, Olmazor tumanida tushuntiraman lokatsiyani. Birinchi bo'lib, Sulola to'yxonasini bilasizlar, kelesi yo'li, Qoraqamish, u tarafi 2-4-2-5, bu tarafi 1-4. Shu tarafga o'tayotganimizda yo'l yuzida uncha uzoqlikda bo'lmaganda sal kam 2 sutuli, fasadini tushuntiraman, 19 metrligi taxminiy, ichkariga 10 metrli yangi remont qilingan 6 ta xonali uchastkamizni bitta ichkaridan ko'rsatamiz. 100 ming atrofida deb aytdingiz-ku, sizga kakras keling. Uyimizga kirib kelishimiz bilan bitta katta hol bo'ladi. Televizor ko'rib o'tirsanglar bo'ladi. Bu tarafimizda xohlasanglar choy ichib o'tirsanglar bo'ladi, xohlasanglar buni yotoqxona qilsanglar bo'laveradi. Chunki ikkinchi xonamiz mehmonlar kutib olish uchun bitta katta mehmonxonamiz. Yangi remontdan chiqqan, buni buzib qurish shart emas. O'ziga yaqin remont qilishgan. Bu ichida sanuzellar bilan birga bitta yana yotoqxonamiz bo'ladi. Bu yerda 4 ta xonamiz bo'ldi. Ikkinchi etajli xonamiz. Bu yerda remontiga bitta qarab olasizlar. Bitta katta xona bo'ladi. Xohlasanglar mehmonxona qilib o'tirsanglar ham bo'laveradi. Bu tarafimizda bitta spalniyamiz, o'zining ichida sanuzellar ham bo'ladi. Endi hovlimizni ko'rsatamiz. Hovlimiz yashil hududi bo'ladi. 4 ta xonamiz bu tarafda bo'ladi, 2 ta xonamiz tepada bo'ladi. Mashina qo'yish uchun garajimiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 129 ming so'ralyapti. Tez yaqinlarga jo'natib tashlaymiz, opisaniyada nomer qoldiramiz, ulgurib qolamiz. Bunaqa hovlimiz shahar ichida salkamroq bo'ladi. Sog' omon bo'lasizlar.